insonning eng qadimiy va eng kuchli tuyg'usi qo'rquvdir. Qo'rquvning eng qadimiy va eng kuchli shakli bu. Qorong'ida uyda yolg'iz qolganingizda nimadan qo'rqasiz? Zulmatning o'zidanmi? Yoki uning ortida yashiringan narsalardanmi? Yoki stulning suyanchig'iga osib qo'yilgan ko'ylakni uyingizdagi begona odam sifatida qabul qiladigan fantaziyangizdanmi? Bir kun kelib bu qo'rquv haqiqatga aylanishi mumkin. Mana sizga real bir hikoya. Amerikalik Flip Peters yotoqxonasida o'lik holda topilgan. Unga revolver, tutqichi va temir bo'lagi bilan 30 martadan ortiq zarba berilgan. Uydan hech narsa qolmagan va eng g'alati tomoni shundaki, uydagi barcha eshik va derazalar ichkaridan qulflangan bo'lgan. Filipning rafiqasi bu vaqtda kasalxonada edi va bir necha oydan keyin u uyga qaytganida unga qarovchi xizmatchi kerak bo'ladi. Bu ish bilan shug'ullanganlarning barchasi tezda ishdan ketib qolishadi. Bir xizmatchi eshik oldidan o'tgan rangbar oriq qo'ldan qo'rqib ketadi. Ikkinchisi esa jinga o'xshagan arvohni uchratganini aytib qochib ketadi. Natijada beva ayol o'g'li bilan yashashga majbur bo'ladi. Sizningcha bu hikoyaning oxiri deb o'ylaysizmi? Nega unda boshlash kerak edi? Albatta, oxiri emas. Tergov boshi berk ko'chaga kirib qoladi. Biroq politsiya kuzatuvni davom ettiradi va bir kuni mutlaq bo'm-bo'sh uyning derazasida parda qimirlaydi. Politsiya ichkari kirib, shiftdagi teshikda ingichka oyoq yashiringanini ko'radi. O'sha hammani qo'rqitgan sirli mavjudot qattiq holdan toygan odam 59 yoshli Theodor Konis bo'lib chiqdi. Uning so'zlariga ko'ra, qotillikdan oldin u ovqat izlab uyga yashiringan va u yerda uy egasi Philip Petersga duch kelgan. Peters uni kaltaklay boshlagan va Theodor bunga javoban uni o'ldirgan. Shundan so'ng qotil bir necha oy davomida chardoqda yashirincha yashagan. Muzlatkichdan oziq-ovqatlar olgan va shitirlash va siluetlar bilan xizmatchilarni qo'rqitgan. Bu noyob hodisa tarixga Dender o'rgimchak odami nomi bilan kirgan va u ko'rsatadiki, ba'zida qo'rquv shunchaki bizning tasavvurimizdan iborat emas. Xizmatchilar arvohlardan qo'rqishdi, ammo aslida ular haqiqiy xavfdan qochishdi. Qo'rquv bu bizni turli xil tahdidlardan, shu jumladan chordoqdagi uysiz odamlardan qutqaradigan himoya mexanizmidir. Ammo ba'zida bu mexanizm muvaffaqiyatsizlikka uchraydi va qo'rquv bizni himoya qilmaydi. Aksincha, o'zi hujum qiladi. Sariq va umuman har qanday rangdan qo'rqish, bulutlardan qo'rqish, kindik qo'rquvi, o'tirish qo'rquvi, xorijiy tillardan qo'rqish, 8-raqamdan qo'rqish, hatto yer yong'oq yog'i tanlayga yopishib qolishdan qo'rqish ham bor. Osmon va kapalaklar qo'rquvi ham. Qo'shimchasiga kapalaklardan qo'rqish nima? Nimaga hayron bo'lyapsiz? Menimcha bu ular kapalaklar va bobolardan qo'rqish ham bor. Agar bu qandaydir hazil deb o'ylasangiz, uni qanday ko'rinishiga qarang. Very good. Okay, very good. And now. Sayyorada shunchalik ko'p fobiyalar borki, hatto fobiya ham mavjud. Ya'ni fobiya qo'rquvi. Kulgili fobiyalar albatta bizni quvontiradi. Qo'shilaman, o'zim ham kulaman. Ammo bunday fobiyalarning baxtli egalari hazilga umuman moyil emasdi. Yo'q, qo'rqish yaxshi, lekin qo'rquv va fobiya o'rtasidagi chegara qayerda? Qo'rquvning asosli sababi bor. Misol uchun, yuzingizga tushgan o'rgimchakdan qo'rqish odatiy hol. 15 metrlik qoyadan suvga sakrashdan qo'rqish ham normal holat. Ammo fobiya vahimali va asossizdir. Bu xavotirli psixologik buzilishdir. Bu tahdid darajasini kosmik darajagacha oshiradi va fobiya egasining yashashiga to'sqinlik qiladi. Bundan tashqari, tahdid odatda nolga teng bo'lishi mumkin, ammo miya bunga imkon beradi. Nega? Nima sababdan? Nima uchun? Fobiya qanday ishlashini tushunish uchun avvalambor odamlarda qo'rquv qanday ishlashini tushunishingiz kerak. Keling, buni tushunib olaylik. Videolarimdan birida men sizga qo'rquv bizning boshimizda aynan qayerda tug'ilishini aytgandim, lekin uni takrorlash qo'rqinchli emas. Shuning uchun bodamsimon miya bir necha soniyalarda tanani urish yoki yugurish rejimiga o'tkazadi. Buyrak usti bezlari adrenalin chiqaradi, yurak tezlashadi, ko'proq yorug'lik olish uchun qorachiqlar kengayadi, tayyor energiya manbai glyukoza qonga chiqariladi. Qonning o'zi esa ichaklardan mushaklarga oqib o'tadi. Mushaklar shu
shu jumladan sochni ko'taradigan mushaklar kuchayadi. Shuning uchun sochlar tik turadi. Aytgancha, spektakldan oldin og'zingiz quriganda xuddi shunday reaksiya. So'lak bezlari ovqat hazm qilish tizimining bir qismi bo'lib, miya stress ostida bo'lganida bu qismni tananing eng zarur qismi sifatida biroz sekinlashtiradi. Shuning uchun so'lak endi avtonom ravishda ajratilmaydi. Vazokonstriksiya tufayli qon ketish hatto to'xtatish ham mumkin. Va siz yirtqich filmdagi Kuper kabi iborani aytishingiz mumkin. Ammo urush yoki yugurish reaksiyalarida 3-variant ham borligini hamma ham bilmaydi. Joyida qotish. Ko'p odamlar masalan mashina ularga qarab tezlikda yurganda qotib qolishadi. Mana ular piyodalar o'tish joyiga yugurib chiqishadi. Avariya va tamom. Keyin ular "Ey, nima qilyapsiz?" deb baqirishadi. Ko'pchilik esa otishma vaqtida harakatsiz qotib qolishi mumkin. Bu qandaydir asossiz ko'rinadi. Siz axir yugurishingiz kerak, ammo tabiatda bunday harakat hayotni saqlab qolishi mumkin. Mana laboratoriya tajribasi kichkina sichqoncha uchun soxta tahdid holatini yaratishadi. Go'yo yuqoridan yirtqich qush yaqinlashib kelayotgandek va sichqon juda kech bo'lsa yoki qochib ketadigan joy yo'q bo'lsa joyida muzlab qoladi. Shuningdek, opossum ham o'zini o'likdek ko'rsatadi va bu antilopa ham uni yirtqich ushlab oladi va u hayot bilan xayrlashgan yuribdi. Ammo yirtqich chalg'ishi bilan u darhol muzlash rejimini tark etdi va qochib qoldi. Mana yo'l o'rtasidagi taniqli kiyik. Ahmoqona holatda turibdi. G'ayrioddiy muhitda nima qilishni tushunmaydi va hech narsa qilmaslikni tanlaydi. Odamlar bilan ham shunday. Agar miya qochish yoki urush rejimini asosli deb hisoblamasa, u tanani qo'l tormoziga qo'yadi. Shu jumladan barcha resurslarni tahdidni kuzatish uchun ishga soladi. Misol uchun hujum qurboni muzlashi va harakat qilmasligi mumkin. Gap aynan shu haqida. Qo'rquv faqat kichik bolamsimon miya bezida yashaydi deb hisoblash kuchli soddalashtirish bo'lar edi. Darhaqiqat, qo'rquv miyangiz orqali ikki yo'nalish bo'ylab tarqaladi. Uzoq va qisqa. Misol uchun siz o'rmon bo'ylab yurasiz va ko'z qiri bilan oyoqlaringiz ostida tor, uzun so'letni ko'rasiz. Qo'rquvning qisqa yo'li, keling uni shortkat deb ataylik. Miya yarim korteksga aylanadi. Ko'zlardan signal talamusga, bizning his tuyg'ularimizdan saralovchi miyaga va darhol bodamsimon miyaga boradi. Va reaksiya o'zini kuttirmaydi. Bu yerda bo'lgan kabi mushuklar ma'lumotni qayta ishlashga va bu ilon emas, balki bodring ekanligini tushunishga ulgurmaydi va bodringdan uzoqlashadi. Yo'l qisqa, ya'ni reaksiya tez. Xavfni aniqlashdan boshlab butun tanani harakatga keltirish uchun soniyaning mingdan bir qismi ketadi. Bu vaqt ichida yurak hapqirib, tananing sovuq ter bosib bo'ladi. Ammo ayni paytda eng qizig'i, biz sodir bo'lgan voqealarning sabablarini ham bilmasligimiz mumkin. Va qo'rqinchli filmlarda qo'rquvning qisqa yo'lidan foydalaniladi. Biroq uzoq yo'l ham bor. Сейчас слышу этот голос. Va bu yerda kontekst muhim rol o'ynaydi. Ya'ni sizning atrofingizdagi va potensial tahdid atrofida sodir bo'layotgan narsalar. Miya yarim kontekstida uzoq yo'l o'tadi. Bu yerda esa tahlil qilg'in davom etmoqda. Ko'rilgan narsa xotirasidagi barcha tanish narsalar bilan taqqoslanadi va hukm chiqariladi. Bu xavfli ilon yoki qandaydir shlankning bo'lagi yoki bu yerdagi ikkita holat singari marhamat, hayvonot bog'idagi sher yoki savanadagi sher. Faqat bitta trigger bor, ya'ni sher, ammo kontekst boshqacha. Bu yerda miya qafasni ko'radi. Bu baquvvat. Shunday qilib sher sizga tahdid qilmaydi. Puls bir tekis bo'lib qolaveradi. Bu yerda esa yovvoyi tabiatda sher hujum qilishi mumkin va miya tanada adrenalin bo'ronini boshlaydi. Uzoq va qisqa yo'llar bir vaqtning o'zida ishga tushadi. Lekin nega? Bu tanani vaqtni behuda sarf qilmasdan harakatga keltirish imkonini beradi. Bu qushda mashinani isitishga o'xshaydi va agar uzoq yo'ldan keyin tahdid tasdiqlanib qolsa, tana allaqachon tayyor bo'ladi. Mushaklar qonga to'lgan, faqat gaz pedalini bosish qoladi xolos. Shunda tana mana bu mushaklarda bo'lgan kabi darhol eng yuqori quvvatga yetadi. Avvaliga ular mumkin bo'lgan qochishga tayyorgarlik ko'rish uchun hushyor edilar va ular umuman nima bo'layotganini tushunishlari bilan darhol gaz berishadi. Darhaqiqat, siz hozir tiriksiz, chunki miya uchun shlankni ilon bilan adashtirish ilonni shlank bilan adashtirishdan ko'ra kamroq jiddiy xatodir. Haqiqiy ilonni o'tkazib yuborgandan ko'ra shlankni million marta ko'rib ilon deb xato qilgan ma'qul. Men aytdim va siz buni tushunasiz degan umiddaman.